Bekor bu yo'ldan yurdingmi deyman-da, ukam. Boshqa yo'limiz yo'q. Qaraylar, 6 soat ko'rsatyapti. 300 kilometrdan oshiq yurishimiz kerak. Va ahvolni ko'rasizlar. Bir paytlar jangarilarning o'tadigan yo'li bo'lganda bu. Boshqa aylanib o'tadigan yo'l ham yo'q. Bu yagona yo'l. Mozor Sharifga qarab ketamiz, lekin Mozor Sharifga ulgurmaymiz. 15-16 soat yurishimiz kerak bo'ladi. Orada bitta Maymana degan shahar bor. O'shani o'ziga 6 soatdan oshiq vaqt ko'rsatadi. Mana shu kechishda ketadigan bo'lsa 6 soat kamlik qiladi. Qaraylar ahvolni. Dahshat yo'llardan o'tyapmiz lekin. O'tirsan. Ehtiyot bo'l. To'xtama faqat, to'xtab qolma faqat. To'xtab qolma. Chuqurroq ekan. Ketdi. Ha, oldim. Zo'r. Mana bunaqa yo'llardan ham yuramiz. Mazami bizaga. 415 kilometr mana shunaqa yurar ekanmiz. Ben bora ko'pchilik aytadi, chakib oldingmi deyapti, ko'p qo'yibsan deyapti. Yoki ana asal ta'sir qilyapti. Bildirib qo'yapsiz. Ya, gap bildirishda emas. Men borib betdachi arqonlar yechildi. Men уже rohat olishni boshlayapman. Mana filtr уже qo'yvormayapti-da. Davay boringni ko'rsat otash deyapti. Davay boringni ochib tasha deyapti. Shuning uchun ana xaxalab kulayotgan bo'lsam, o'sha samimiy kulish bo'ladi. Jigarlar, qo'y, asbalam bor ekan, davay. Allah! Ben bunu qaraylar, ben bunu joy. Pasta to'xtatishdi. Mana arqonni tortib qo'yishgan. Pasportlarimizni olishdi hozir. Amerikanskiy mashinalar bivshi. Tog'ning eng tepasidamiz. Akalarimiz hozir ozgina suhbat qilib o'tkazib yuboramiz deydi. Tilni bilishmayapti. Pasport berdik. Bularga berdik. Pasport bermadikmi? Pasport berdik-ku. Pasport bermadikmi? Qara. Bermadimmi? Xayol bilan bermabman. Mana pasport. Hozir ozgina men berdim deb o'ylayman. Xayolli qo'rqib ketganimdanmi yoki? Mana ruscha tanki ekan. Mana Amerikani bronyevoy mashinasi ekan. Video olishga ruxsat berishdi. Hozir pasportimizni tekshirishadi. Xudo xolasa qo'yib yuborishadi degan umiddamiz.
Xudo xolisa. Voh. Bitta bori hamma narsani ko'rasizlar, ishoninglar. Mana qaraylik ichini. Voh. Ag'darilib ketganmi bu, ha? Ag'darilib ketganmi? Gap yo'q ekan. Taqshab. Tirik qolishgan shekilli. Voy. Bolalar, men qatta yuribman. Men qatta yuribman. Men qatta yuribman, ey. Men qatta yuribman. O'zi voyenniy post ekanda bu. Mana bayroqlar bilan turibdi. Tak, pasportlarimiz joyida. Xudo xolasa qo'ygan rost bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Duxga beryapmiz lekin, ishoninglar. Teşekkür. Bo'ldi. Qatlada yuramiz. Eng Onnasini hayajonlantirgan tarafi to'xtamanglar, o'tib ketinglar deganda. Quroldan bilyapman-da, aniq bor. Rost ekansin post yoki post emasligini. aldakasin postlar ham bor ekanda. Bor ekan. Yana aytaman. Allohga shukr, hozircha tinch. Yo'l bor, shu. Davay, o'tman, qarab turaman. Davay. Yaxshi ketyapsiz. Mana haqiqiy Afg'on tog'lari. Yo'l yo'q. Begona mashina yo'q. O oldinda bitta mashina yuradi, o mana. Ya mana quroli bor. Pikap. Haqiqiy Afg'on tog'lari. Juda qo'rqinchli. Bunaqasini kinolarda ko'rganmiz. Ketyapsan-da. Yo'lingda yo'l dabdalada. Lekin tabiat nihoyatda go'zal-da. Gap yo'q-a. Kanyonlardan o'tyapmiz, ukalar, kanyonlardan.
qilib o'tdilar. O yoningdan o'tib ketadimi deyman. O'tasan. Давай. Давай. Qo'ying kadrni nima bor ekan. Hop, bitta yaylov mana. Qatlada yuribmiz, qatlada yuribmiz, ha. Biroq mototsikllar azaf ketyaptilar. Yo Alloh, qatlada yuribmiz, ha. Qatlada yuribmiz, ha. Bu joyga to'xtadik, to'xtamasak bo'lmasdi. Biz hali ham Afg'onistondamiz. Ey, normalniy odam keladigan joy emas-da, bet. Ham qaranglar. Ya Allah. Lopanglashini qaranglar, buni lopanglashini. Vay, shunaqa go'zal joylar. Qishda, qish fasli hozir. Mana bu yoqda mashina yuklanadi. Bu yoqqa o'tkazib qo'yiladi. Chunki bu yoqdan odam o'tadi, betdan mashina o'ta olmaydi. Chunki lopanglab ketadi, tushib ketishi mumkin. O'zi mashinani ham kerak yo'q. Menimcha shu eshik aravalar o'tsa kerak. Mol, hayvonlar o'tib ketsa kerak. Qanaqa daryo bilmadim, lekin ehtiyot bo'l ukajonim. Hojimurod aka, Alloh rozi bo'lsin. Aka, agar mana shu mashinangizni bermaganingizda biz lehkovoy kichkinaroqda kelmoqchi edik, aka. Baraka toping. Monster bor, monster. Toyota, Lexuslar bor-ku, boradi. Yana har doimgidek ham okaga suv beramiz. Bratga. Aroqni bo'ylamasalar bo'ldi. Kelajak suvni ichmang aka. Zo'r. Aroq emas, no alkogol. Sharob emas. Vay. Ben gapirmadim. Gap qolmadi. Akalar, Afg'onistonni juda ichkaridagi tog'lardamiz. Akalar, bu yerda o'zi kino olish kerak. Tub aholisi yashaydi bu yerda, musulmonlar hammasi. Juda ham baxtli. Baxt tushunchasi bu boylikda emas, telefonda emas, internetda emas. Mana baxt. Akalar, svet yo'q. Gaz yo'q. Yo'l yo'q, internetda qanaqa internetda i harfi ham yo'q edi. Lekin baxt bor. Oddiylik bor. Samimiylik bor. Bilmadim. Necha kilometr yurgan bo'lsa, o'zim bilan o'zim gaplashib, ichki dunyomga kirib, rosa ko'p muhokama qilman. Miyalarim jingalak bo'lib ketdi. Chochim bo'lganda chochim jingalak bo'lib ketdi deb aytaman. Xullas, sayohat qilganda odamni krugozori oshadi deb ko'p aytardim va yana bir marta amin bo'ldim. O'zim uchun ko'p narsalarni kashf qildim. Hamma narsani ham aytmayman. Ommaga aytib bo'lmaydigan narsalar juda ko'p. Qabrga olib ketaman bularni. Choynakning qopqog'i Sherst akamga qattiq rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Internet 0, 400-500 kilometr faqat mana shu tog'lar bo'yicha yuramiz. Offline karta yozib oling dedilar. Mana offline yozib olganmiz, internetsiz ishlaydi.
Bilmayman, necha marta adashib tomon bo'lardik, ko'chada qolib ketardik. Ishoninglar, mana shunaqa yo'lidan bir nechtaga ham bo'lib ketadi ora-orada. Shu bo'yicha yuribmiz. Voy, ehtiyot bo'l ukam. Ro'parada mashina kelyapti. Hech qanaqa ограждение yo'q. Hech qanaqa ограждение yo'q ukam. Sabr qil, o'tib keta qolsin shu mashina. Qo'l yur, sekin yur, sekin to'xtab qolma, faqat tepalik ketamiz-ku. Davay, yur. 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 Yani mashina kelayotgan ekan. Sal o'ngroq yuraver unga, sal anaqa qilgin. Ha, bo'ldi. Men chalg'ityapti yomon. Ehtiyot bo'l. Yo'l yo'q. Ehtiyot bo'lib, sekin tushib. Ehtiyot bo'l. Ana yo'l boshchi. Yo'llarni ko'rsatib ketyapti bizga. Ozgina yo'lda adashib qolamiz-da. Местный aholi gap bo'lishi mumkin emas. Tilini tushunmayapmiz, lekin ko'rsatib ketyapti. Tabiat prosta bomba, yana aytaman. Shunaqa chiroyli joyda joylashgan bu qishloq. Sivilizatsiyadan uzilganmi? Albatta uzilgan. Hech qanaqa aloqa vositasi yo'q. Men sezdim, bir ikkita joylarga sel kelganda qishloqni olib ketib qolgan. Hech kimning xabari ham yo'q. U qishloq to'g'risida odamlar nechta o'lgan, unaqa informatsiyalarni berishmaydi ham. Men brat adasi bo'lsa kerak. Wow. Prosta bomba. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Shimsiz. Hamda yo'l ketdi, yana pastga qarab ketadi. Mana. Sanga mana. Reklamani bilgandi. Zo'rmi? Zo'r. Davay gaplashamiz. Ketdik. Anora. Iya. Bu yoq teksuva. Bu onayni emgur. Bu hech yo'l yaxshilanmas ekan. Qarab pastga tushib, keyin aniq tepasiga chiqib ketar ekanmiz. Shunaqamikin? Kartang qanaqa ko'rsatyapti? Buni aylanib o'tamiz. Aylanib o'tar ekanmiz. Yo'l haligacha dabdala. Odam unikib qoldi уже. Yo'l dabdala degan. Mana bunaqa yo'llar уже siz uchun oddiy hol bo'lib qoldi. Tikka tushib qolamiz, tikka. Mana o'shalar bo'ladi qanchalik darajada. Men qarab yurmasam bo'lmayapti. Вообще notik. O'tdik. O'tdik. Qaranglar yo'llar ahvolini. Ey! Mana bu joydan ikkita mashina sig'maydi, kutib turibmiz. O'tib olgandan keyin biz o'tamiz sekin, charchamadingmi-kan? Yo'q. Ikkita o'tyapti, va ikkinchisini ham kutyapmiz. Ana noyabr oyidamiz.
Xo'p, Perivalladan o'tyapmiz. Yo'l yo'q. Navbat kutib o'tyapmiz. Mana mashinalar o'tib ketgandan keyin biz sekin o'tib ketaramiz. Assalomu alaykum. Hammaga salom beramiz. Assalomu alaykum. Yo'l bo'shadi, ketdik. 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 Yo'llarni qaranglar. Idealniy tekis. Shikalat. Voy. Shunaqa ham notekis bo'ladi, ha? Aha. Yo'lni torayib ketganini qaranglar. Wow. Ehtiyot bo'l, jigarim, ehtiyot bo'l. Voy, tegdi. G'art qildi. Yaxshi. Ketgan. Oldim mana. Assalomu alaykum, shefim. Qo'y ketishini qarang, mazza qilib. To'xta, nima taqillayapti? Tosh otyaptimi? Yo'q, quruq kelmadi. Ha. Voy. Voy. Yo'limizga to'kdi-ku. Mana bu tekislaydi. Endi tekislashini kutamizmi endi? To'xta, yuraver. Ashdan o'tmasang bo'ldi. Yur, to'xtab qolma, jigar to'xtab. Voy, Abdu. Javob akam. Umro yursang bo'lardi, ashdan o'tib ketsang bo'lardi, bekor qildingda shuni. Shu paytgacha sizlar Afg'oniston to'g'risida kino ko'rgan bo'lsanglar, haqiqiy Afg'onistonni ko'rmagansizlar. Yo O'zbekistonda, yo Tojikistonda, yo Turkmanistonda olingan bo'lishi mumkin. Chunki o'xshash. Lekin ayni Afg'oniston maslaga ko'rsatganimdek uylarni ko'rdinglar, yo'llarni ko'rdinglar, yashash tarzini ko'rdinglar. O'xshash bo'lishi mumkin. Lekin aynan shunaqa emas. Men filmlarda bunaqa kadrlarni ko'rmaganman. Bir hafta davomida sizlar ko'rgan kadrlar bular haqiqiy afg'onni hayoti edi. Va men to'g'risi qanaqadir faxr bor ichimda. Shuni yoritib berganimdan, birgalashib yoritib berganimizda komanda bilan ukam bo'ladi. Sizdan Alloh rozi bo'lsin, shunchalik sabr qilib, ko'rib, like'lar bosganingiz uchun. Lekin safarimiz tugamadi, ko'rishda davom etinglar. Ne pipillatasan? Ko'ryapsan. Pipilatda qo'charkan-da. Ana vaziyatni ko'rib. Yo, san aytmayapman. Mashta taxminan nechta bir mingta bormi? Oxiri ko'rinmayapti. Hey. Mana mashta pipilata o'tib keturgan ochilar ekan-da o'shanda. Dumbalar ham qimillar ekan. Biz chapdan o'ngga, bittasi tepadan pastga. Voy. Voy, sekin. Qo'rqib ko'rmagin-da. Davay, ketdi. Son bo'ylab. Sen sana yordam ber, jigar. Qo'ylar. O, ochib beryapti. Ochmayapti, ketyapti o'zi. Yurishlar ustiga chiqyapti. Itara tashlab. Nagli yurish kerak ekan-da. Ba'zir ko'tiga tegmaguncha qochmas ekan bular, bor-ku. Ha, aytdimmi, ketdi ani biroq. Davay. Tal, ha. Ba'zir ko'tiga tegmaguncha yurmaydi bular, davay.
Ha, qo'yla. Davay, yur, bo'ldi, normalniy. Hech kim yo'q bu yerda. Teşekkür. Maza, rahmat. Tor ko'cha bo'ylab yuryapmiz. Mana shu ishoninglar, katta shaharga olib chiqadigan yo'l, yagona yo'l. Mana shu yerda albatta o'tasizlar. Yo'llar qurilmagan ekanda, hali ancha ishlar bor ekanda Afg'onistonda. Ha, ukam. Juda. Ya, nima qiladi? Ha, o'tib ketadi. Voy. To'g'ri. Boshqa yo'l bormi? Yo'q. Mana o'ngga ham bor. To'g'ri. Bolalar, mana sizlarga PUBG. Mana sizlarga sirpanchiq, loyda uchish. Voy, bolalar sirpanib mazza qilib o'ynashyapti. Mani ko'rib sirpanmay qo'yishdi. Tepadan sirpanchiq uchishyapti. Ana sizlarga PlayStation. Ketdi. Hey! Bir 8 soatdan beri yuribmiz shekil. Nito ko'chaga kirib qoldik-da, mana bu hozir chiqib ketish uchun biz orqaga yuryapmiz. Mana shunaqa qiyinchiliklar ham bo'ladi. O'rganib ham qoldik. Da, yur endi. Mashina kelib qolmas endi. O'zi mashina yo'q ham u. Mana. Bitta muammo. Yo adashib qoldik. Yo bilmadim, men yo'lni ko'rmasam bo'lmaydi. Yo'l nereali dabdala. Ozgina yo'lni oldindan ko'raman-da, keyin chorlayveraman. Kevur. Tepaga chiqmam betloy. Kevur. Ehtiyot bo'l. Bunda yurur. O'tding. Kevur. Ana avg'onlar. Oddiy bo'lib qoldi. Shom kirib qoldi, kechasiga qolib ketadigan bo'lamiz baribir. Shoshma. Anta ham loyli joy bor, shoshma. Yugura qoling. Loy bor ekan. Boya loyda ozgina sal qoldi-da, tiqilib qolishimiz bor. Shu yerda turib tur. Razgoni olib uchib ketasan. Men ot ko'rib olay. Men bu yerdan qayla olaysan, men bu yoqdan ketamizmi? Yo'l bormi? Kartada bu yerda yo'l bormi? Men ko'rib kelaman. Onasini yemsin. Yo'l yo'q-ku. O'sha yo'ldan davom etishga majburmiz. Davay. Men qara. Men o'tay.
Joy. Yana ozgina. Sal rulni o'ng chap qiling. Otabek aka, rulni o'ng chap qiling. Iltimos. Ozgina orqa yurib ko'ringchi. Aka, oynalar yopib qo'ying. Ha, bu yoqqami? Mana. Burish bu. Ha, bu yoqqa entiramiz. Buru. Buru. Давай, дальше. Yurvas. Oh, oynalar yopib qo'ysiz. Okay. Chapga buring. Chap. Hop. Bora kilo. 30. Na, turnadan. Bayag apa buru? Sirpana dal yurasiz, boshqa varianti. Buru ras buru içmiyor. Buru. Teşekkür. O'zingga buyursin mashina, o'tir. Voy, nimalar bo'lyapti? Afg'oniston cho'lni o'rtasida qolib ketamiz loyladan. Va Alloh, ketdi ichiga. Hamma loy bo'lib ketdimi? Oynani ochib olib chiqargan loydan. Ukam, pishkun borib qo'ya qolaylik. Men qaranglar yo'lda torligini. Yur, kel. Vay, onasini emsin, yo'lda вообще tor. Qaranglar kelishini buni. Kel. Tak, o'zi mototsikllarga mo'ljallangan yo'l ekanini ko'rasan, palasa bitta. Yuk mashinasi uchun mo'ljallanmagan. Katta kishi yuguribdi. Afg'onistonni cho'llarida. Vay. Mana yana torayadi yo'l. Kevir. Karta bu yoqqa ko'rsatdim. Bu yoqgami? Qayer?
Orqaga yurib borsang. Давай. Baribir tordi. Давай. Yurur. Mana shu yo'l ekan, boshqa yo'l yo'q, mana bu tepa bo'lmaydi. To'xta. Voy, to'xta. Bo'ldi, ketaveraylik birga. Maylimi? Ketdik. Davay, mashina kelyapti qanaqadir. Mototsikl. Bu yerda mashina yurmayapti уже. Поверните налево. Qayt. To'xtab, o'tib qaylamizmi? To'xtab, yana tushaman. Off-roadchi akalar. Xafa bo'lmaysizlar, deb gap aytaman. Bunaqasini ko'rmagandirsizlar. 600 kilometr faqat mana shunaqa yo'ldan yurgan bo'lsanglar kerak-ku, lekin bunaqasini ko'rmagansizlar menimcha. Orqaga yur. Aytib turibman, orqaga yurdi. Aytib turibman, orqaga yur dedi. Bo'ldi, mana bu yerdan yur, aytdim-ku senga. Ana off-roadchi akalar. Ko'zinglar tegdi. O'tding. Xonalarimiz. Davom etamiz. Qaytish yo'q. Mototsikl uchun ekanda ko'prik. Biz qanaqa o'tamiz? Tavakkal qilib ko'ramiz. Mana bitta, voy, onasini emsin. Mana bu yerdan o'tib ko'ramiz. To'g'ri. To'g'ri kevir. Davay. Bismillah. Yur endi. Yur oxirigacha yur. Yur. To'xta, orqaga yur. Tavakkal bo'lmadi. Orqaga yur. Davay. Orqaga yur. Orqaga urmading. Har qadamda politsiyskiy. Yana pasportimizni ko'rishyapti, rasmga olishyapti. 45 ta postdan o'tdik menimcha kelgandan beri. Mashinamiz Maladesda bor. Voy, orkalar, va agar spishkam yoqmasam g'irt qorong'i. Politsiya akalarimiz yana to'xtatishdi, mana pasportlarimizni rasmga oldi, registratsiya qilishdi. Yo'limizga davom etamiz. Ketdingmi? Pasportni oldingmi? Yes. Good. Okay? Yes. Alloh rozi bo'lsin. Teşekkürler. Allohga shukr. Asfaltga chiqib oldik va yo'limizdan davom ettiramiz. Necha kilometr qoldi? 102 kilometr. Bo'ladi. Mana shu yo'l bo'lsa rozimiz. Biz Maymanaga keldik. Men miya ishlamayapti miya. Ko'chada shashlik yeb o'tirdik, kelib qoldilar akamiz. Pulini to'lamayishlardilar.
pulimizni qaytarib berdilar. Mashinamizni pastga joylashtirdik. Yomg'ir yog'sa ham bari loy bo'lib ketdi, yudirib qo'ydilar. Ya'ni mana bu joydan bizga joy qilib berdilar. Mana o'sha akamiz, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Va ana ukamiz, xona yaxshimi deb xijolat bo'lyapti. Xona super. Hojatxonasi hammasi bor. Qornimizni to'yg'izgandan keyin mevalar olib kelib berdilar. Meva yeymiz, suvlarimizni olib kelib berdilar. Qanaqa insonsizlar Afg'onistonliklar, Alloh rozi bo'lsin. Aytgancha bu akamiz Horun ismlari, lekin o'zbeklar. O'zbekman. Afg'onistonning o'zbeklaridan. Ko'p bu yerda o'zbeklar. Ko'p, nihoyat ko'p. 4 milliondan ko'p deyaptilar. O'zbekimiz Lekin o'zbek tilini saqlab qolganiga 5 ketdim. Da ozgina shevada farqi bor. Uyda bo'lsa faqat o'zbekcha gapirishadi. hammamiz o'zbekchamiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat. Juda xursand bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Erta tong. Maymana shahri. Ana ko'rinish. Hayot tinch. O'zbeklar ko'p ekan bu yerda bolalar. Afg'oniston ko'chalarida bunaqa qilib bemalol yuraman deb, baqirib yuraman deb o'ylamagandim. Hozir mashinamizni bamperi sal bo'shab qoldi. O'shani qotirib beramiz deydi o'zbeklarimiz. Kelinglar pul olmaymiz deyapti. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum degan o'qib qolganman, bor bilmayman, duq qilib berib qo'yganmanmi yo tilim o'rnash qo'yganman. Toshkentga borsam salom beraman endi ko'p. Mana bu yerda avtoservis ekan. Kiraver ekan. Maymana shaharda o'zbeklar ko'p ekan. Ya, voyenniy mashinalar ham bormi? Ustaxonada. Buziladda bular ham. Lekin servis kattagina ekan. Avtotuning Ibrohim mana Afg'onistonda ham filial ochibdi desam bo'lardi. Aksiyonlar sotadigan do'kon bor ekan. Mashinalarni banxirni qotirgani kelganmiz. Mana bu yerda mana shpakulib ko'rishyapti. O'zi ham rosa qalin berar ekan deb bular. Yirik remont qilganda ham bunaqa katta shpakulib kelib berishmaydi. Mana bizning mashinamiz. Kecha tegib qoldi, ko'tarib yuboribdi. Hozir mashina qilib beraman dedi. 10 minutda qilib beraman dedi. Bir savg'otda ham. Assalomu o'zbekchaga o'xshaydi-ku. O'zbekcha savg'otda. Yerga tashlanadi-mi? Ha, bu Zimistonda bu. Qo'l uzunligini qaraylar. Sanga ham buni sal keyin, ha? Vaqt to'xtaymiz. Okey. Duo qiling endi. Xudovan o'zi baxaysidan savolarni barakat bersin, baxayl boringlar. Savollaringiz yaxshi bo'lsin inshaalloh. Alloh akbar. Ismoil. Qo'l uzunligini qara ukam. Bu qo'l kiyilmaydi aslida. Qo'l kiyilmaydi, tashlanadi shunaqa. Oo. Yarashdimi? Yarashdi. Vishilkasi qolib ketdi ichida. Issiqqina ekan-a? Bu afg'on cho'pon. Bu afg'on. O'zbeklar chopadi. Afg'ondagi o'zbeklarni chopadi. Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Afg'onistondagi o'zbek akalarimizdan. Ismingiz nima aka? Din Muhammad. Dil Muhammad. O'zbekchani zo'r biladilar. Yaxshimi? Tushunasizmi gaplarimni? Alhamdulillah. Alhamdulillah tushunyaptilar. Akamizni mana shu mashinalari ekan. Savolda akam, taksi qilar ekansiz. İnşallah taksi. Kuniga necha pul topasiz? Sir bo'lmasa. 400 500 topamiz. Dollarda necha pul bo'ladi? 8 va 10 dollar atrofiga. Kuniga 10 dollar topar ekansiz-da. Akalar, barakasini bersin ha. Ukam, nima qilib beramiz okaga? Aka, sizga bir sovg'amiz bor. Allah rahmat qilsin. Hadiya. Bir hadyamiz bor. Ol. Rahmat. Keling aka, keling. Sizga Toshkentdan atelab olib keldik, lekin qarang sizga nasib bo'lgan ekan. Asko kompaniyasidan Largo ballonlarini sizga sovg'a qilamiz aka. O'zingiz o'rnatib olasiz, bo'ladimi? Keyingi gap Duo qo'yasiz akajon. Misollarni qarang. Allah sizlarga rahmat etsin. O'tganingiz kelsin.
Gamishga Allah ketsin. sizlarga ko'mak etsin. Yana kelingizlar. Xudo xohlasa. Kelingizlar. Xudo xohlasa. İnşallah. Xudovand joni jo'rlik nasib Rahmat. etsin. Alloh rozi bo'lsin. Hamma vatandoshlarga. Afg'onistonda men 3-4 millionga yaqin o'zbek bor desam, akam aytdilarki 10 milliondan ko'p deyaptilar. To'g'rimi? Alloh rozi bo'lsin. Akamizga bergan balonimiz mana bundan bo'ladi. Hali qish oldinda, endi qish kelyapti. Xudo xolasa mazza qilib yurasiz akam. Ko'plab minnatdormiz. Injinar Adaqullardan minnatdormiz. Hammalaringizdan ko'pdan ko'p minnatdormiz. Aytganingiz kelsin. Okajon, rahmat. Mana ko'rishar ekan-a? Ha, mana Ashna qo'rgatishdi. Mana bu yoqqa urib qo'yar ekan, bitta. Mana ko'rishar ekan Afg'oniston. Alloh rozi bo'lsin aka. Allah razı olsun. Rahmat okajon sizga. Salomat. Biz yo'limizdan davom etamiz. Davom etamiz. Like dan bosib qo'yinglar.